bolani chetga olib chiqishda ota-onaning roziligi kerak. Aynan qanday hollarda kerak emas degan savolga video davomida javob berib o'taman, lekin oila kodeksi bo'yicha amaldagi boshqa qonuniy hujjatlarga asosan otaning yoki onaning roziligi kerak bo'ladi va bu notarial tasdiqlanishi kerak. Endi bolaga qizil pasport olish va uni chetga olib chiqish holatlari mavjud. Ko'pchilik suhbatlashganda fuqarolarimiz juda ham noto'g'ri bir xulosaga kelib olishgan ekan. Qizil pasportni rasmiylashtirishda, chetga chiqish pasportini rasmiylashtirishda ota yoki ona norozi bo'ladigan bo'lsa va bola chetga chiqishi qandaydir kasalliklar bilan, o'qish bilan, boshqa narsalar bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, sud orqali qizil pasportni olish mumkin bo'ladi, lekin bolani chetga chiqishiga rozilik bo'yicha faqat notarial tasdiqning o'sha arizasi roziligi asos bo'ladi. Ba'zi hollarda sud bilan majburiyat yuklatish, rozilik berish, majburiyat yuklash boshqa hollarda olish mumkin deb hisoblaymiz.